Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz a'zolari va nemis o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan obyektiv modal verbi mavzusi bilan tanishamiz. Bu mavzu aspekti Baynis plus Noe kitobida berilgan va uni yana ham atroflicha keng har bir ma'nolar bilan o'rganib chiqamiz bugungi darsda. Bu dars avvalo B2 darajadagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Ya'ni siz bu mavzuni bilish uchun avval modal fe'llar haqida tushuncha bo'lishi kerak. Dürfen, können, möchten, müssen, sollen va bular kabi. Nemis tiliga endigina boshlaganimizda biz oddiygina yoki ishkan deb boshlaymiz gaplarimizni. Lekin keyinchalik darajamiz yuqorilashib boraverar ekan, biz gaplarimizni murakkablashtiramiz. Shunda o'quvchilarda savol tug'iladi. Nima uchun oddiygina ishmus yoki ishkan deb gapirib ketavermaymiz? Gapimizni murakkablashtirish nima uchun kerak deb o'ylashadi. Bu mavzu bizni boshlang'ich ko'cha tili darajasidan erkin va ziyoli akademik professional darajasiga olib chiquvchi asosiy ko'prik hisoblanadi aslida. Biz shu mavzuda quyidagi 3 ta muhim sabab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, imtihonda yuqori ball olish uchun. Bilamiz, hamma til o'rganuvchilari sertifikat topshiradi. Biz B1dan yoki B1dan to C1, C2 darajagacha ham alternativlarda ishlatamiz, modal fe'llar yoki ularda alternativini ishlatib gap tuzamiz. B1 va B2 imtihonlarining baholash mezonlarida ikkita asosiy talab hisoblanadi. Talab bor, ular Wortschatz va strukturen. Past B1 darajada bo'lib turib, biz oddiygina ich muss Deutsch lernen, ich muss eine Arbeit finden, ich muss in Deutschland leben desa, Prüfer bizni A2 darajasida biladi, ya'ni murakkab gap tuzishni bilmaydi deb o'ylab past ball baho berishi mumkin. Endi bizda bo'lsa, agarda shu strukturalar qo'llasak, Prüfer bizni darhol yuqori ball qo'yadi. Masalan, ich muss Deutsch lernen o'rniga ich bin verpflichtet Deutsch zu lernen. Ich muss eine Arbeit finden o'rniga ich bin verpflichtet yoki yana boshqa modal alternativlarni qo'llab gap tuzsak, darajamiz yuqori ekanligini anglatadi. Ikkinchi sabab rasmiy va akademik uslub, karyera va hujjatbozlik. Germaniyadagi universitetlarga, til kurslariga yoki ish joylariga hujjat topshirganimizda motivatsion xat yozamiz, motivatsion schreiben yoki motivatsion brief va CV'ni Lebenslauf yozish talab qilinadi. Rasmiy nemis tilida modal fe'llarni to'g'ridan to'g'ri ishlatish biroz qo'pol yoki oddiy eshitilishi mumkin. Misol uchun, ich will in Deutschland arbeiten. Oddiygina men Germaniyada ishlamoqchiman deyish juda oddiy va talabchan ohangda eshitiladi. Lekin biz ich habe die Absicht in Deutschland als Fachkraft zu arbeiten deydigan bo'lsak, madaniyatli, professional va jiddiy nomzod tili sifatida ishlatiladi. Uzr, Germaniya ketib qolibdi, Deutschland o'rniga. Uchinchi asosiy sababimiz fikrni aniq va xatosiz yetkazish, prezission deyiladi nemis tilida. Nemis tili o'zining o'ta aniqligi bilan ajralib turadi. Masalan, können fe'li ham ichki qobiliyatni, ham tashqi sharoitni anglatadi. Buni ikkalasi Fähigkeit hamda Möglichkeit deb ataladi. Ba'zan bu chalkashlik ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, gaplaringizga turga bog'liq bo'ladi. Albatta, ikkita gap bergan, ikkitasi ham können modal fe'l bilan ishlatsak bo'ladi, lekin alternativ ishlatganda ikki xil beradi. Misol uchun, ich kann das dirdik, agarda modal bilan ishlatganimiz. Endi biz alternativ bilan ishlatganimiz uchun bin in der Lage das zu tun deganimizda qalbimizda yordamimizga bilimimiz, kuchimiz, intellektual salohiyatimiz yetarli ekanligini tushuntirmoqchi bo'lamiz. Agar biz ich habe die Möglichkeit das zu tun desak, shunchaki bizda qulay vaqt yoki sharoit borligini anglatadi. Endi
Modal fe'llarni alternativga o'tamiz. Birinchi modalimiz bu durfin ruxsat berish, ruxsat yoki ruxsat borligini bildiradi. Erlaubt. Durfin fe'li biror ishni qilishga rasmiy yoki shaxsiy ruxsat borligini bildiradi. O'zbek tiliga esa bo'ladi, ruxsat berilgan deb tarjima qilinadi. Endi bo'lsa alternativlariga o'tamiz. Birinchi alternativi es ist erlaubt zu plus infinitiv. Albatta biz bu strukturani to'g'ri qo'llash uchun zu plus infinitiv haqida tasavvurimiz bo'lishi kerak. Zu plus infinitiv konstruksiyasini qanaqa ishlashini, modal fe'l ya'ni fe'l qayerda turishi, qayerda vergul qo'yilishini bilishimiz kerak bo'ladi. Es ist erlaubt zu plus infinitiv tarjimasi ma'nosi qachon ishlatamiz, qanaqa holatda ishlatamiz? Eng ko'p qo'llaniladigan shaxsiy konstruksiya hisoblanadi. Bu ruxsat berilgan degan ma'noni anglatadi. Es ist erlaubt hier zu parken. Bu yerda mashina qo'yishga ruxsat berilgan. A2 darajada biz quyidagicha o'rganamiz. Man darf hier parken. Ya'ni bu yerda parkovka qilish mumkin. Endi biz bir darajasiga o'tdikda, biz buni boshqacharoq aytyapmiz. Es ist erlaubt hier zu parken. Ya'ni bu yerda mashina qo'yishga ruxsat berilgan. Keyingisi alternativimiz es ist gestatten zu plus infinitiv. Qachon, qanday holatlarda ishlatamiz? Erlaubt so'zi yanada rasmiy va akademik variant hisoblanadi. Ko'proq rasmiy e'lonlar va yozma matnlarda ishlatilinadi. Misol uchun, Beispiel, es ist gestattet, die Bibliothek am Wochenende zu nutzen. Dam olish kunlari kutubxonadan foydalanishga ruxsat etiladi yoki ruxsat beriladi. Ko'rib turganingizdek, bu konstruksiyani asosan meine Meinung B1 darajadagi meine Meinunglaringiz yozgani yoki blog baytraklarda ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi die Erlaubnis haben zu plus infinitiv. Tepadagi es ist erlaubt xuddi bir xil varianti, faqat tepadagi es ist erlaubt shaxssiz konstruksiya hisoblangan, ya'ni es ist erlaubt ya'ni gap egasi yo'q. Endi Erlaubnis hab'da bo'lsa, gapda egasi bor, kimdirni qo'ysa bo'ladi, chunki hamma ishlatilyapti. Ma'nosi ruxsatga ega bo'lmoq. Bu yerda subyekt, ya'ni kim ruxsatga ega ekanligi aniq, tiniq ko'rsatib beriladi. Misol uchun, Beispiel, die Mitarbeiter haben die Erlaubnis im Homeoffice zu arbeiten. Ya'ni xodimlar masofadan ishlash ruxsatiga ega. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda Mitarbeiter turibdi, ya'ni gapimizni egasi Mitarbeiter hisoblanadi. Hamda bu konstruksiyada ega ishlatiladi. Keyingisi das Recht haben zu plus infinitiv. Ma'nosi huquqiga ega bo'lmoq. Bu shunchaki ruxsat emas, balki qonuniy yoki rasmiy huquqni bildiradi. Beispiel, Junger Bürger hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Tarjimasi, har bir fuqaro o'z huquqini erkin bildirish huquqiga ega. Ya'ni das Recht hab'da ham ega ishlatiladi, ega qo'yiladi. Keyingi modal fe'limiz durfindan to'nim bo'lgan nicht dürfen hisoblanadi, ya'ni taqiq, verbot. Nicht dürfen biror narsaning qat'iyan man etilganligi, taqiqlanganligini bildiradi. O'zbek tiliga mumkin emas, taqiqlanadi deb tarjima qilinadi. Alternativi nicht dürfen ham 3 ta alternativi bor. Es ist verboten. Ya'ni taqiqlanadi, taqiqlangan zu plus infinitiv. Taqiqlangan eng qat'iy va rasmiy taqiq shakli hisoblanadi. Har doim deyarli eng ko'p uchraydiganingiz verboten, es ist verboten hamda es ist nicht erlaubt ishlatiladi.
birinchisidan boshlab darajagacha sotsial misol uchun es ist verboten im Gebäude zu rauchen, binoda chekish taqiqlangan. Endi biz buni modal fe'l bilan ifodalaganimizda qanday bo'lardi? Man darf im Gebäude nicht rauchen. Rauchen. Ya'ni Gebäude'da nemis klaviaturasiga o'tkazmagan hisobiga a deb ketdim. Binoda chekish taqiqlanadi deb a darajasida biz shuni o'rganamiz. Endi biz birinchi darajasiga chiqib bu shaklga o'tamiz. Ya'ni taqiqlanadi, ya'ni binoda chekish taqiqlanadi yoki taqiqlangan. Ikkinchi alternativamiz bu es ist nicht erlaubt zu plus infinitiv hisoblanadi. Bu bo'lsa ruxsat berilmagan deb ma'noni bildiradi hamda verbotenga qaraganda biroz yumshoqroq eshitiladi. Verboten verbieten taqiqlamoq degan fe'lni oling. Erlauben ruxsat bermoq degan fe'l edi. Shuni ruxsat berilmagan deyiladi. Shuning uchun yumshoqroq eshitiladi verbotenga qaraganda. Misol uchun Beispiel, es ist nicht erlaubt Haustiere mitzubringen. Uy hayvonlarini olib kelishga ruxsat berilmagan. Endi bu modal fe'l bilan a darajasida yoki a darajasida qanday bo'lar deydigan bo'lsak, man darf nicht Haustiere mitbringen. Endi tepadagi ikkita shaklimiz bu shaxsga qaratilmagan gaplar. Ya'ni bu gaplarimiz egasi yo'q. Shaxs emas. Endi oxirgi uchinchi modalimiz bizga alternativamiz bizga shu imkoniyatni beradi. Shaxsan ruxsat yo'qligini bildiradi. Ruxsatga ega emaslik, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan taqiq deyapti. Misol uchun Beispiel, Jugendliche unter 18 Jahren haben keine Erlaubnis, diesen Club zu beitreten. 18 yoshga to'lmagan o'smirlar ushbu klubga kirish ruxsatiga ega emas. Endi biz buni oddiy modal fe'l bilan ifodalaymiz. Jugendliche darf Jugendliche darf Jugendliche 18 Jahren nicht diesen Club betreten. Ya'ni biz bunda oddiy modal fe'l bilan shuni ifodalaymiz. Jugendliche unter 18 Jahren darf nicht diesen Club betreten. Endi keyingi modal fe'limiz uchinchisi bo'lib keladi. Bitta modal fe'lni va ikkita imkoniyatni ko'rdik. Endi keyingisi können, imkoniyat va qobiliyat. Modal fe'limiz können fe'li vaziyatga qarab ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi Möglichkeit. Imtihon ularni to'g'ri ajratib ishlatish yuqori, ya'ni imtihon topshiruvchiga yuqori ball olib keladi. Birinchi ma'nosi Möglichkeit, imkoniyat, vaziyat taqozosi. Tashqi sharoit yoki vaziyat shunday qilishga yo'l qo'yiladi. Bir narsa qilish imkoniyati bor bo'lmoq, ilojisi bor bo'lmoq
infinitivega tarjima qilsak bo'ladi. Alternativlarimiz es ist möglich zu plus infinitiv. Erklärung mumkin, iloji bor tarjimasi. Umuman vaziyatning imkoniyatini ko'rsatadi. Ya'ni shu narsani qilishga imkoniyat borligini, biror narsani qilishga imkoniyat borligini anglatadi. Shunda ishlatamiz. Beispiel: Es ist möglich, die Prüfung online abzulegen. Imtihonni onlayn topshirish imkoni bor. Endi shuni oddiy modal fe'l bilan ifodalasak-chi, qanaqa bo'ladi? Die Prüfung kann online ablegen. Modal fe'l bilan ifodalaganimiz shunaqa bo'lardi. Oddiy modal fe'l bilan. Keyingisi, es ist möglichimiz shaxssiz gap konstruksiya. Endi die Möglichkeit haben. Shunga tepadagi gapimizga ega shaxs qo'ysa bo'ladi hon shakli. Die Möglichkeit haben zu plus infinitiv, ya'ni kimdir imkoniyati bo'lmoq, nimadir qilishga. Imkoniyatga ega bo'lmoq shaxsning ixtiyoridagi imkoniyat. Beispiel: In Deutschland habe ich die Möglichkeit, neue Kulturen kennenzulernen. Germaniyada men yangi madaniyatlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'laman. Modal fe'l bilan ich kann in Deutschland neue Kulturen kennenlernen. Ya'ni men Germaniyada yangi madaniyatlar bilan tanisha olaman. Tarjima qilinadi modal fe'l bilan bo'lganda. Lekin biz alternativimiz bilan tepadagi bilan Germaniyada men yangi madaniyatlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'laman deb tarjima qilinadi. Keyingi alternativimiz bu Gelegenheit haben zu plus infinitiv. Bu qulay fursat, vaziyatga ega bo'lmoq deb tarjima qilinadi. To'satdan yoki qulay kelib qolgan vaziyatda biror narsani qila olishimizni imkoniyat ifodalaydi. Beispiel: Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Muttersprachler zu sprechen. Menda o'sha ona til sohibi bilan gaplashishga qulay fursat bo'ldi degan ma'noni anglatyapti tarjimasi. Buni ham oddiy modal fe'l bilan ifodalaganimizda ich konnte mit einem Muttersprachler sprechen bo'lardi. O'tgan zamonlarlik uchun konnte bo'lib qoladi. Ikkinchi modal können ikkinchi ma'nosi bu Fähigkeit. Qobiliyat, aqliy yoki jismoniy mahoratimizni ifodalash uchun ishlatiladi. Insondagi ichki kuchi, o'rgangan bilimi yoki iste'dodini ifodalaydi. O'zbek tilida qo'lidan keladi, bila oladi, qila oladi deganda könnenni ishlatamiz. Shu könnenga Fähigkeit deb ataladi. Fähigkeit bo'lsa, uchta alternativi bor. Birinchisi in der Lage sein zu plus infinitiv. Ma'nosi qodir bo'lmoq, qo'lidan kelmoq, hozirgi vaziyatda ma'lum bir ishni bajarishga kuchi yoki bilimi yetishini bildiradi. Eng ko'p ishlatiladigan konstruksiyalardan biri hisoblanadi bu. Beispiel: Nach dem B2-Kurs ist man in der Lage, komplexe Texte zu verstehen. Ya'ni B2 kursidan keyin inson murakkab matnlarni tushunishga qodir bo'ladi. Bir bo'lgan ma'nosiga qarab ishlatishimiz kerak, ya'ni boshqa ma'noda ishlatib qo'ymaslik
emasligimiz kerak. Alternativlarga ham biz boshqa narsani o'ylab turib, in der Lage sein, o'rniga Fähigkeit deb yoki Möglichkeit haben ishlatmasligimiz kerak. Endi shuni oddiy modal fe bilan ifodalagan bo'lsa qanaqa bo'lardi? Nach dem B2-Kurs kann man komplexe Texte verstehen. Xuddi shu shaklda bo'lardi. Ko'rib turganlaringdek, bu konstruksiyani faqat bizni bilimiz oshib beradi, balki bilamiz, imtihonda talab bor, nechtadir so'z orasida yozish kerak, ya'ni so'zimizni ko'paytirib ishlatishga ham xizmat qiladi. So'zlarimiz ko'payishiga, to'g'rirog'i imtihonda. Keyingi alternativamiz imstande sein zu plus infinitiv. Biror holatda bo'lmoq, qodir bo'lmoq, in der Lage bilan deyarli sinonim hisoblanadi, lekin ko'proq jismoniy yoki qiyinchiliklarni yengib o'tishga ishlatiladi. Beispiel: ist trotz der Stresses imstande, die Arbeit fehlerfrei zu machen. U stressga qaramay, ishini xatosiz bajarishga qodir. Tepada in der Lage sein, imstande sein, die Fähigkeit haben, hammasi shaxs bor konstruksiyani ega qo'yishimiz kerak bo'ladi bularga. Endi oddiy modal fe bilan qanday bo'ladi? Kann trotz Stresses die Arbeit fehlerfrei machen. Kann trotz Stresses die Arbeit fehlerfrei machen. Ya'ni u stressga qaramasdan ishni xatosiz qila oladi. Oddiy modal fe bilan shunaqa ma'no bildirgan bo'ladi yoki shunaqa tuzilgan bo'ladi gap. Keyingi alternativimiz Fähigkeit haben zu plus infinitiv. Ma'nosi qobiliyatga ega bo'lmoq, ya'ni endi bu tug'ma iste'dod yoki uzoq muddatli mehnat mahsuli bo'lgan qobiliyatga ishlatiladi. Beispiel: Sie hat die Fähigkeit, Menschen schnell zu motivieren. Tarjimasi: u odamlarni tezda motivatsiya qilish qobiliyatiga ega. Oddiy modal fe bilan Sie kann Menschen schnell motivieren. U odamlarni tezda motivatsiya bera oladi. Qobiliyat demaymiz, endi oddiy gap kun bo'lganda qila oladi deb ketaveramiz. Agar biror narsani tug'ma qobiliyat bo'lsa yoki uzoq yillar davomida mehnati mahsuli bo'lgan qobiliyati bo'lsa, shuni ishlatishimiz mumkin. Masalan, nemis tilini yillar davomida o'rganayotgan odam, unga qarata biz aytishimiz mumkin: Sie hat die Fähigkeit, Deutsch fehlerfrei zu sprechen. Yoki auf Deutsch, nemis tilini u xatosiz gapira olish qobiliyatiga ega deyishimiz mumkin. Bizga ketaylik shu yerga, shuni misolimizni. Ya'ni bu tepadagi ham tug'ma emas edi bu, yoki tug'ma bo'lishi mumkin. Kimdir odamlarni tezda motivatsiya bera oladi. Keyingisi misolimiz bo'lsa, bu uzoq yillik mehnatniki bu. Bu Hochsch.
konnektiv shakli bo'lib, unumlik bilan anglatib tilda har istardim deb tarjima qilinadi. Den Wunsch zum Infinitiv haben zu Infinitiv. Bu akuzativ fe'llarni preposition talab qilinadi. Auf preposition talab qilinadi. Bu tarjimasi istay bo'lmoq, ya'ni bu Beispiel, ich habe meine Motion in Berlin zu machen. Men september diyor film. Will meine Promotion in Berlin machen. Oddiy modal film. Yana bir misol olsak, ich habe den schriftlich des in Deutschland zu studieren. Ya'ni menda Germaniyada o'qish istagi bor. Keyingisi alternativamiz Lust haben zu plus infinitiv. Biror narsalar ishtiyoq, xohishi bo'lmoq ma'nolarida ko'proq kundalik hayotdagi orasidagi suhbatlar bu sifatda yana gap faqat schreiben ham ishlatsa bo'ladi. Sprechen narsa hozir Bock haben. Misol uchun, ich habe keinen Bock yoki ich habe Bock Deutsch zu lernen. Nemis tilini o'rganishga ishtiyoqim, hafsalam bor deb tarjima qilsa bo'ladi. Bu faqat sprechen uchun. Tepadagi Lust habenga Beispielimiz Ich habe die Lust heute Abend ins Kino zu gehen. Ya'ni bugun kechqurun kinoga borishga ishtiyoqim bor. Oddiy modal fe'l bilan buni biz ich möchte heute Abend ins Kino gehen deb atagan bo'lardik.
Ich möchte heute ins Kino gehen. Keyingi modal fe'limiz müssen zaruriyat, obyektiv majburiyatni ifodalaydi. Müssen ichki yoki tashqi omillar sababli bajarilishi shart bo'lgan, boshqa iloji yo'q majburiyatlarni anglatadi. O'zbek tilida kerak, shart, majbur deb tarjima qilinadi. Müssen modal fe'li. Müssen modal fe'limizni ham 3 ta alternativi bor. Birinchi alternativimiz es ist notwendig zu plus infinitiv. Ma'nosi zarur, shart yoki shart degan ma'noni anglatadi. Mantiqan yoki qonunchilik jihatidan juda muhimligini bildiradi. Beispiel: Es ist notwendig, alle Dokumente rechtzeitig einzureichen. Tarjimasi: hamma hujjatlarni vaqtida topshirish zarur. Endi shuni oddiy modal fe'l bilan yozganimizda qanday bo'lardi? Man muss alle Dokumente rechtzeitig einreichen. Keyingi alternativimiz es ist erforderlich zu plus infinitiv. Tepadagi zarur, shart ifodalasa, pastdagi es ist erforderlich bo'lsa talab etiladi deb tarjima qilinadi. Ko'proq rasmiy qoidalar, ish vakansiyalari yoki universitet talablarida ko'proq uchratamiz. Beispiel: Für diesen Job ist es erforderlich, fließend Deutsch zu sprechen. Bu ish uchun nemis tilida ravon gapirish talab etiladi. Oder boshqa beispiel topsak: Es ist erforderlich, im Deutschunterricht nur auf Deutsch oder Deutsch zu sprechen. Ya'ni nemis tili darsida faqat nemischa gapirish talab etiladi. Desak ham bo'laveradi. Ya'ni rasmiy qoida, ya'ni boshqalar tomonidan kiritilgan qoidalar ishlatiladi. Quyidagi gapimizni oddiy modal fe'l bilan ifodalaganimizda für diesen Job muss man fließend Deutsch sprechen bo'lardi. Oddiy modal fe'limiz bilan. Alternativimiz bilan bo'lsa, für diesen Job ist es erforderlich, fließend Deutsch zu sprechen bo'lyapti. Keyingi alternativimiz bo'lsa, gezwungen sein hisoblanadi. Gezwungen sein zu plus infinitiv konstruksiyasi. Ma'nosi majbur bo'lmoq, ya'ni tashqi bosma so'z, ya'ni buni o'zini ixtiyori bilan emas, ya'ni boshqalar tomonidan majburlangan. Zwingen majburlanmoq degan ma'noni bildiradi nemis tilida tarjima qilinsa. Inson o'z xohishi bilan emas, qiyin vaziyat yoki birovni qistovi bilan biror ish qilgani ishlatiladi. Beispiel: Wegen des Regens waren wir gezwungen, das Spiel abzubrechen. Yomg'ir tufayli biz o'yinni to'xtatishga majbur bo'ldik. Ya'ni bu o'z oddiy majburiyat sabab emas, ya'ni boshqalarda bosim yoki qanaqadir ta'sir sifatida bosim ta'siri bilan shuni birorta ish qilishga majbur bo'lish. Wegen des Regens müssten wir das Spiel abbrechen bo'ladi.
yana xuddi shunaqa bu qo'shimcha ravishda, alternativa qo'shimcha ravishda, ya'ni suplex konstruksiya yana xuddi shu ma'noda ifodalashimiz mumkin. Haben bilan zayn bilan. Muslim fe'liga ajoyib muqobil bor. Bu haben plus infinitiv aktiv ma'nodagi majburiyat yoki zayn plus infinitiv passiv ma'nodagi majburiyatga ishlatamiz. Misol uchun, ich muss das Buch lesen o'rniga yozishimiz mumkin. Ich habe das Buch zu lesen. Bu ham bir daraja yoki b2 darajada ishlatiladigan konstruksiya hisoblanadi. Yoki bunda egasi bordi, o'shaning uchun ham haben qoladi. Endi egasi yo'q gaplarimizga bo'lsa zayn plus infinitiv ishlatamiz. Das Problem muss gelöst werden. Ya'ni muammo yechilishi kerak edi yoki yechilishi kerak. Bo'lsa, endi biz buni zayn plus infinitiv bilan ishlatganimizda das Problem ist zu lösen. Muammo yechilishi kerak. Oddiy ist zu kerak shart ma'nosini ifodalaydi. Haben zu ham. Keyingi modal fe'limiz sollen. Tavsiya, vazifa, axloqiy burch. Sollen kimdir tomonidan berilgan topshiriq, shifokor yoki do'stning tavsiyasi yoki jamiyatdagi axloqiy qoidalarni bildiradi. Qilishni bildiradi yoki o'zbek tilida lozim, kerak deb tarjima qilinadi. Ya'ni boshqa tomoni sen shuni qilishing kerak deb ishlatamiz, xuddi shu narsaga ishlatiladi. Ushbu modal fe'limizda ham 3 ta alternativa bor. Birinchisi die Aufgabe haben zu plus infinitiv. Ma'nosi vazifasiga ega bo'lmoq, ish joyida yoki o'qishda yuklatilgan vazifa. Beispiel: Der Praktikant hat die Aufgabe, die E-Mails zu beantworten. Praktikant vazifasi elektron xatlarga javob berishdan iborat deb tarjima qilinadi. Buni oddiy modal fe'l bilan ifodalaganimizda qanday bo'lardi deydigan bo'lsak, der Praktikant soll die E-Mails beantworten. Shu shaklda bo'ladi modal fe'l bilan. Va kerak deb tarjima qilgan bo'lardik. Bizda bu Aufgabe haben bo'lgandan keyin xatlarga javob vazifasi xatlarga javob berishni iborat tarjima qilyapti. Chunki Aufgabe vazifa topshiriq deganini bildiradi. Keyingi alternativamiz verpflichtet sein zu plus infinitiv hisoblanadi. Ma'nosi majburiyatli bo'lmoq, burchli bo'lmoq, ya'ni shartnoma, qonun yoki axloq yuzasidan zimmasida majburiyati borligini anglatadi. Misol gapimiz Beispiel: Autofahrer sind verpflichtet, einen Sicherheitsgurt anzulegen. Haydovchilar xavfsizlik kamarini taqishga majburdirlar. Oddiy modal fe'l bilan qanday aytgan bo'lardik? Autofahrer soll einen Gurt anlegen. Ya'ni mashina haydovchilar xavfsizlik kamarini taqishlari lozim deb tarjima qilinadi. Oddiy modal fe'l bilan. Keyingi alternativamiz Auftrag haben zu plus infinitiv hisoblanadi. Ma'nosi buyurtma, rasmiy topshiriq olgan bo'lmoq, ko'proq rahbar yoki mijoz tomonidan berilgan aniq topshiriqqa nisbatan ishlatiladi. Beispiel: Ich habe den Auftrag, das Projekt bis morgen zu analysieren. Men loyihani ertagacha tahlil qilish topshirig'i bor menda. Ich soll das Projekt
bis morgen analysieren. Keyingi modal fe'limiz bu wollen, niyat, qat'iy reja. Wollen shunchaki xohishli emas, balki amalga oshirish ko'zda tutilgan qat'iy yoki qat'iy niyat yoki rejani bildiradi. O'zbek tilida niyat edaman, rejalashtiryapman deb tarjima qilinadi. Alternativlari 3ta. Buni ham Absicht haben, zu plus infinitiv. Ma'nosi niyati bo'lmoq, wollen fe'lining eng akademik va chiroyli muqobili hisoblanadi. Absicht haben yozma imtihonda schreiben Teil 1 va Teil 2 da juda ham yaxshi ball olib keladi. Imtihon topshirayotgan o'quvchi uchun. Beispiel: Ich habe die Absicht, nächstes Jahr nach Deutschland umzuziehen. Kelasi yili Germaniyaga ko'chib o'tish niyatim bor deb tarjima qilinadi. Oddiy modal fe'l bilan bo'lsa Ich will nächstes Jahr nach Deutschland umziehen. Shaklda bo'lgan bo'lardi oddiy A2 darajamizda. Agar biz bu konstruksiyani bilmaganimizda. Keyingisi alternativlarimiz bu planen rejalashtirmoq, vorhaben ham rejalashtirmoq, rejalashtirmoq degani zu plus infinitiv hisoblanadi. Bu egasi bor gaplar, ya'ni ega ishlatiladi bu gapimizda. Tepadagida ham Beispiel: Wir haben vorhaben ajraluvchi ot qo'shimcha bo'lgani uchun for oxiriga o'tib ketadi. Gapimiz ajralib oldiga oxiriga o'tadi hamda virgul qo'yilib keyin gapni davomini yozamiz. Ich habe vor, im Sommer einen Deutschkurs zu besuchen. Biz yozda nemis tili kursiga qatnashishni ko'zda tutyapmiz. Planni rejalashtirmoq, vorhabni ko'zda tutmoq kelajakdagi qadamlarni ifodalaydi yoki kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga nisbatan shu konstruksiyalar ishlatishimiz mumkin. Oddiy modal fe'l bilan Ich will im Sommer einen Deutschkurs besuchen. Keyingi alternativimiz bo'lsa beabsicht degan zu plus infinitiv hisoblanadi. Bu oxirgisi alternativimiz bu. Ma'nosi niyat qilmoq, beabsicht degan o'zi niyat qilmoq degan bo'ladi. Absicht habenda fe'lli shakli hisoblanadi. Bu darajasi yana yuqorilashib ketaveradi fe'liga qarab. Beispiel: Firma X beabsichtigt, neue Mitarbeiter einzustellen. Ya'ni qaysidir firma yangi xodimlarni ishga olishni niyat qilyapti, qilmoqda. Oddiy modal fe'l bilan Firma X will neue Mitarbeiter einstellen. Bu pastdagi oddiy modal fe'l bilan A2 darajadagi. Qisqa qoidasi, qisqacha aytilgan bo'lsa, ich muss zu tun bo'lsa, endi B1 boshlaganimizda ishlatilgan konstruksiya A2 B1larda. Es ist notwendig das zu tun deydigan bo'lsa, B1 plus darajani B1 o'rganyapsiz, lekin B1da oxiriga yetib qoldi, yarimdan ko'p o'rgangansizda ishlatilgan konstruksiya hisoblanadi. Ich bin dazu verpflichtet, das zu tun. Ya'ni men bunga majburman, shuni qilishga. Bu shaklda yozadigan bo'lsak, biz B2 darajadagi bizning darajamiz B2 darajadagi
daraja ekanligini ifodalaydi. Quyida bizda kontekstda kelishi, shraybni bildirgan yozib dialoglargacha qilingan. Bularni Wordda ochib ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Xullas, shunday qilib bizni bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlaringni, o'rganganlaringni, qanchalik tushunganlaringni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qandaydir savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolaman. Darsda ishtirokingiz uchun rahmat. Tomosha qilganingiz uchun ham. Auf Wiedersehen.